Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Bugun sizlar bilan bo'g'im va suyak og'riqlariga davo bo'luvchi oddiygina uy sharoitida tayyorlanadigan retseptni o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 200 gram guruch mahsuloti. 200 gram guruchni olamiz, bankaga solamiz va yarim litr suv quyib 3 kunga tindirib qo'yamiz. Har ivitilgan 3 kun bo'lgandan keyin ivitilgan guruchni 3 oydan 6 oygacha 6 oy davomida iste'mol qilamiz. Bo'g'im suyak kasalliklari batamom bartaraf bo'ladi. Immunitet oshishi kuzatiladi. Bo'g'im kasalliklaridan mutlaqo shikoyat qolmaydi. O'zimga eng yaxshisini ravo ko'rganimni aziz obunachilarim sizlarga ham ilindim. Bo'g'im suyak kasalliklari bor tanishlaringizga videoni jo'natib qo'ying. Like bosishni unutmang. Jazirama yoz faslida mustahkam sog'lik hamisha hamrohingiz bo'lsin.